Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Hürmetli kardeşler, bugün Allah Teala'nın El-Veli degan ismi hakkında to'xtalamiz. Allah Teala'nın El-Veli degan ismi Kur'an-ı Kerim'nin ve huvel veliyyul hamid. Allahu veliyyullezine amenu. Ala inne awliya Allahi la khawfun alayhim ve la hum yahzanun degan oyatlarda kelgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadis qudsida mundaq degan. İnnalloha qala men aada li valiyan faqad azantuhu bil harb. Allah aytdiki, kimki mening birer do'stimga dushmanlik qiladi ekan, men unga qarshi urush ochaman. Hadis qudsi Allah Teala'nın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e aytgan sözü ama o Kur'an-ı Kerim'nin sırtideki vahyi. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin orun almagan vahyi. Onu hadis kudüsü demiz. El-Veli Allah Teala'nın hemmenin ilgisi, müminlerin dostu ve ularını himaye kılıcı işkenlikini ifadaleydigan isimdir. El-Veli degan söz lügat itibarı bilen dost, ige, medetkar degan ma'nolarni ifodalaydi. Ama bu söz Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'ga işletilgendek müminlerge mi işletilgen. Allah Teala'ga işletilgende onun cimi mahlukatının ilgisi, müminlerin medetkarı işkenligini, müminlerge işletilgende ulanın Allah Teala'nın dostları, itaatcan, takvadar, bendiler işkenligini bildirdi. Allahu veliyyullezine amenu. Allah iman etqanlarının ilgisidir. Ala inne awliya Allahi la khawfun alayhim ve la hum yahzanun. Bilinglar ki Allah'ın dostlarına, yani yakın bendilerge ahirette korkunç yoktur. Ular dünyada kuyup ketkenlerge kaygırmaydı degan ayetler bunu ifadelaydi. Allah Teala bendilerinin ilgisi ve müminlerinin dostudur. Allah Teala'nın igidarlığı umumi ve has deb iki türlük buludu. Umumi igidarlık barcha mahlukatga qaratilgan igidarlik bo'lib, Allah Teala'nın bendilerinin barliq ishlarini boshqarib turadiganligini, ularga rizq berib yashitadiganligini, hayotlikning qiyinchiliklarida ularga yordam qiladiganligini va ehtiyojlarini to'liqlab beradiganligini ifodalaydi. Amittahazu min dunihi awliyaa fallahu huval vali. Belki ular Allah'tan başkalarını medetkar qilib oldi. Fakat Allah'la hakiki medetkardır. Xas igidarlık müminlerge qaratilgan igidarlık bulup Allah Teala'nın mümin bendilerge yardım qildiganligini, ularni din ve dünyalık işlerde doğru yolga yeteklash, yamanlıklardan qo'g'dash qatorliq ishlarda ega bo'ldiganligini ifodalaydi. İnne veliyallahu nezzelel kitabe ve huve yetevella salihin. Şeksiz ki mening egam kitobni, yani Qur'onni nazil qilgan Allohdir. U solihlarga egidorchilik qiladi. Allah Teala bandalarining ojizligini va ularning yordamga muhtojligini bilganligi uchun ularning o'zidan yordam tilashini farz qilib belgilagan. Allah Teala'dan yordam tilash ibodatning eng yuqori pallasi. Şuna Kur'an-ı Kerim'de ibadet bilen yordam tilash yondashtirib keltirilgan. Fatiha suresidagi en ulug' ayet bo'lgan İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Yani iyi Rabbimiz sanla ibadet qilamiz ve sendinla medet tilaymiz degan ayet bunun tipik misali. İnsan Allah Teala'nın yardımına erişmey turib ibadet qilolmaydi. Onundan yardım tilmey turib onun yardımına erişilmeydi. En küçük dostluk Allah Teala'nın dostluğudur. Allah Teala bilen müminler o'rtasidagi dostluk, müminlerin ibadet ve itaat qilishi, Allah Teala'nın yardım ve nusrat ata qilishi bilen bo'ladi. Ama insanların öz aradagi dostluklar, yani öz arasidagi dostluklar sadakat, yardımlaşış ve birbirini izleşiş bilen bo'ladi. En ulug' ve en küçük dostluk Allah Teala'nın dostluğudur. Onunla erişken adam hakikaten güçlük adamdır. Çünkü Allah Teala özünün dostlarına yardım kılıdı, yol görsüdü,
ularni himoya qildi, yetaklaydi va dushmanlar oldida ularni yolg'iz tark etmaydi. Allohu valiyullazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah iman etganlarning egisidir. Ularni kufrning qarong'uliklaridan imonning yorug'ligiga chiqirdi. Allah Taala hadis qudusida kimki mening biror do'stimga dushmanlik qildi ekan, men unga qarshi urush ochaman deb ko'rsatgan. Bu Allah Taolaning mu'min bandalarga igitarchilik qildiganligining bir ifodasi. Mu'minlarning o'zaro do'stligi ijtimoiy hayotdagi eng ahamiyatli va g'alabalik do'stlik bo'lib, u oxiratda masqatidi. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Mümin erler, mümin ayollar bir-biri bilan do'stdir. Ular kishilarni yaxshi ishlarga buyuruydi, yomon ishlarni to'sidi, namozni mukammal ado qiladi, zakot beradi, Allohga va uning payg'ambariga itoat qiladi. Ana shularga Alloh rahim qildi. Shaksizki Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Alloh taolo hammaning egisidir. Qurg'oqchilik yuz berib, yer zimin suvga qattiq tashna bo'lgan, dehqonlar yomg'irga zarlangan, insonlar ho'l yig'indan umidsizlangan bir paytlarda Alloh taolo o'z rahmati bilan yomg'ir yog'dirib berish orqali ularning tashnaligini, ehtiyojini qondirdi. Chunki u hammaning egisidir. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. Allah insanlar yağmurdan ümitsizlengandan keyin ularga yağmur yağdırıp beradigan ve rahmetini her tarafga yaydigan zatdır. Allah hammaning egisidir, madhiyaga loyiqdir. Allah Taala mu'minlarning madadkoridir. Allah Taala mu'min bandalarini birer ishga buyursa, ular uchun aşı ishni chiroyli ko'rsatdi, uni o'ng'aylashtirib berdi va ularning qalbini shu ishga talpinadigan, ig'ir ko'rmaydigan, xushallik bilan o'rindaydigan qilib berdi. Shunga mu'minlar har qanday bir ibodatni ko'ngil xushallik bilan ado qiladi va undan cheksiz huzur va saodat oladi. U yana bandalarini biror ishdan man'i qilsa, aşı ishni ularga yomon ko'rsatdi, qiyinlashtirdi, uningga boradigan yo'llarni taqaydi. Navoda ular biror gunoh sodir qilsa, ularning ko'ngliga oromsizlik va pushaymonni paydo qildi. Shuning bilan ular tövbe qildi va to'g'rilikqa qaytdi. Bu ishlar mu'min odamning kundalik hayotida takrorlanib turdi. Ammo buni his qilib, Alloh taolaning mushu katta madadkorligiga shukr qildiganlar intayin az. Va qalilun min ibadiyash shakur. Bandalarimdan ko'pdan ko'p shukr qildiganlar intayin azdir deydi. Allah Taala mahluqotini qo'g'daydi. Allah Taolaning hammaning egisi ekanligining ko'rinishlaridan biri shuki, mahluqotni ojiz, yordamga muhtoj qilib yaratganligi, ondan ularga qo'g'dinish qurollarini va hayotini davomlashtirish choralarini ato qilganligidir. Masalan, Alloh Taolo uchar qanotlarni yaratish bilan birga ularga uchish uchun qanotlarni yaratgan. Beliqni yaratish bilan birga uningga suv uzadigan mahoratni ato qilgan. Atni yaratish bilan birga uningga tez yuguradigan, xatarlardan atlab o'tib ketadigan qudratni yaratgan. Kiyikni yaratish bilan birga uningga yirtqichlardan qo'g'dinadigan qattiq munguzni yaratgan. Shuningdek, Alloh taolo har bir jonliqqa o'zini qo'g'dash qurolini va hayotini davomlashtirish choralarini ato qilgan. Uning hammaning egisi ekanligining yana bir dalili onalarning qalbiga o'rnashtirgan muhabbat, qo'g'dash va fidokorlik ruhi. Mayli inson yoki boshqa jonliq bo'lsin, har qanday bir ona o'z balasi uchun jinini fido qildi. Har qanday ojiz onami balasini qutqizishga kelganda kushinib ketdi. Kishi hayvon balalarga hujum qilganlarga qarshi etilishda o'z hayotini o'ylab o'tirmaydi.
ba'zida o'zidan cho'ng va kuchli hayvonlarga taqobil turishda yirtqichlardanmi eshib ketadi. Ya'ni birdilla kuchlanib ketadi. Mana bu Alloh taolaning analarning qalbiga o'rnatib etgan fidokorlikning ifodasi. Mana bu Alloh taolaning jimi maxluqotni qo'g'daydiganligining dalilidir. Alloh taolo har xil vositalar bilan, har xil choralar bilan bandalarini, maxluqotini qo'g'daydi. Alloh taolo bandalarining dardlarini tinchaydi. Bir odam ulamolardan biriga o'zining turli xapliqlarga kirib qolganligini va nihoyat bir ko'ngilsizlik ichida, cho'nqur ziyon zahmat ichida qolganligini aytganda, ulamo u odamga qattiq ich og'ritdi va uning barcha dardini to'liq va tafsiliy aytishini talab qildi. Odam barliq xapliqlarini, dard alamlarini, ziyon zahmatlarini to'liq aytib bergandan keyin uningga dardingiz haqiqatan ko'p, xapliqlaringiz cho'ng ekan. Kashki qo'limdan kelsa, sizni barliq xapliqlaringizni qutuldirib qo'ysam, nima degan yaxshi bo'lar edi. Ammo men sizga shuni tavsiya qilayki, bu kecha tahajjud namoziga turing. Ondan sajdalarni uzun qiling va shu sajdalaringizda Alloh taolaga butun qalbingiz bilan echiling. Ondan siz menga aytgan darmonlaringizning, dard alamlaringizning hammasini va barliq tilaklaringizni, arzu armonlaringizni Alloh taolaga tafsili va to'liq ayting deydi. Ulamo deydiki, hiliqi odam saq bir haftadan keyin menga yana telefon qildi. Uning ovozidan va so'zlaridan xushalliqi ifodalanib turadi. Ko'p rahmat va tashakkurlardan keyin dediki, "Ya shayx, men o'zlar degan bo'yicha kechalari sajdalarimda Alloh taolaga yalvorgan va barliq dardlarimni uningga to'kkandan keyin u mening xapliqlarimni ko'tarib etdi. Tilaklarimni berdi. Menda hech qanday xapliq qolmadi hozir. Men jiq gap qilib o'zlarining vaqtini olmay, lekin bir talabim bor. U bo'lsa, o'zlariga dard aytib kelgan har qanday odamga kechalari uzun sajda qilib dardlarini Alloh taolaga to'kishini, deydigan so'zi va kichikgina bo'lsa-mu birer talabi qolmagan qadar beshini sajdadan qat'iy ko'tarmasligini tavsiya qilishlarini so'rayman, deydi. Shuningdan keyin men yana bir qancha kishiga shunday tavsiyalarni qilgan bo'ldim. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda "Va iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'an." Ey payg'ambar, mening bandalarim sendan men to'g'riliq so'rasa, ularga aytqinki, men haqiqatan ularga yaqinman. Menga duo qilsa, men duo qilg'ichining duosini ijobat qilaman deb va'da qilgan. Alloh taolo va'dasiga hargiz xiloflik qilmaydi. Innalloha la yuxliful mi'ad. Alloh taolo solih bandalarini himoya qildi. Solihlar Alloh taolaning va bandalarning haqlarini ado qilgan, amallari talabga loyiq bo'lgan, mas'uliyatchan kishilar deganlikdir. Solih degan atalg'u Alloh taolaga o'zi ve amelleri yaramlık bolgan kişilerge berilgen bir unvandır. Moşundaq kişiler Allah Taala'nın himayesiga, yardımıga ve muhabbetiga sazavar buludu. Ve huve yetevallah salihin. Allah salihlarga igidarchilik qiladi degan ayet bunu işaret qildi. İnsan Kur'an-ı Kerim'ge qanchalik yaqinlashgan sari Allah Taala'ga yaqinlashishga yo'l olgan bo'ldi. Kur'an-ı Kerim'ge yaqinlashish, uni o'qish, ma'nosini bilish ve amal qilish bilan bo'ladi. Veli degan ismdan nimalarni o'rganamiz? Allah Taala'nın Veli degan ismidan Allah Taala'nın dostları bo'lgan mu'minlarni yaxshi ko'rish, ularga yordam qilish, Allah Taala'nın düşmanları bo'lgan kafirlarni, zolimlarni yomon ko'rish, ularga qarshi turish, har qanday ishda Allah Taala'nın tarafdori bo'lish va Allah Taala'ni hammadan bak yaxshi ko'rish qatorliqlarni o'rganamiz. Allah Taala hammamizni Allah'ınki dostlardan qilg'ay.
Amin.